Har 3 ta odamdan bittasida burundan yaxshi nafas olmaslik muammosi qiynaydi. Ba'zi bemorlar bu muammoni shifokorlar bilan maslahat qilgan holatda butunlay xalos bo'ladi. Lekin aksariyat bemorlar baxtga qarshi o'zboshimchalik bilan burunga turli burun ochuvchi spreylar, tomchilardan foydalanadi hamda bu tomchi spreylarga o'rganib qoladi, ya'ni qaramlik kelib chiqadi. Bu medikamentoz rinit deyiladi. Buni yillar mobaynida ishlatishadi, 5 yillab, 10 yillab ishlatishadi. Hamda organizmda turli xil o'zgarishlarga, patologiyalarga sabab bo'ladi. Masalan, qon bosimini oshishi, yurak ritmini buzilishi, bosh og'rig'i, asab tizimidagi muammolar, ko'z qirallashishi, shunga o'xshagan turli o'zgarishlarga sabab bo'ladi. Keyin bu o'zgarishlarni ham davolash bilan ovora bo'lishadi. Bu spreylarga o'rganib qolishda ikki xil usulda bartaraf qilsa bo'ladi. Birinchisi konservativ davo, ya'ni dori-darmonlar bilan, ikkinchisi operatsiya yo'li bilan davolash. Siz va yaqinlaringizda shunday muammolar bo'lsa, ya'ni burun tomchilariga, burun spreylariga o'rganib qolish muammolari bo'lsa, konsultatsiyamga keling. Burundagi muammolarni aniqlaymiz, ya'ni nafas olishga to'sqinlik qiluvchi muammolarni aniqlaymiz hamda bu spreylardan, tomchilardan qutulishingizga yordam beraman. Doktor Lyor Ilhom